Oxirgi marta raqamli odatlaringizni qachon tekshirdingiz? Xuddi shaxsiy gigiyena sog'lig'ingizni himoya qilishga yordam bergani kabi, kibergigiyena kichik biznesingizni viruslar, firibgarlar va kiberhujumlardan himoya qiladi. Kibergigiyenaning eng yaxshi amaliyotlariga rioya qilish va doimiy odatlarni rivojlantirish orqali siz kiberhujumlar va ma'lumotlar sizishi kabi qimmat xarajatlarni olib keladigan hodisalarning xavfini kamaytirishingiz mumkin. Ammo kibergigiyenaning eng yaxshi amaliyotlari nimalardan iborat va kichik biznes egalari qayerdan boshlashlari kerak? Ushbu oson tushunarli nazorat ro'yxatida biz biznesingizni xavfsiz va eng muhimi ishonchli kiber tahdidlardan bir qadam oldinda ushlab turishga yordam beradigan kibergigiyena asoslarini tushuntiramiz. Kibergigiyenani shaxsiy gigiyena bilan solishtirish mumkin. Xuddi tishlaringizni yuvish yoki qo'llaringizni yuvish kasalliklar va mikroblarning tarqalishini oldini olishga yordam bergani kabi, kibergigiyenaning asosiy amaliyotlari viruslar, ma'lumotlar sizishi va boshqa kiber tahdidlar kabi raqamli muammolarni oldini oladi. Kibergigiyena kompyuterlar, qurilmalar, dasturiy ta'minot va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun har kuni qo'llaniladigan amaliyotlar va ehtiyot choralarini o'z ichiga oladi. Bunga kuchli parollar ishlatish, dasturiy ta'minotni muntazam yangilash va fayllarni zaxiralash kiradi. Shuningdek, so'nggi kiber tahdidlar va firibgarlardan xabardor bo'lish, masalan, shubhali havolalar bilan kelgan elektron xatlarni aniqlashni osonlashtiradi. Aslida kibergigiyena sog'lom raqamli odatlarni shakllantirishga qaratilgan. Xuddi bir hafta tish yuvishni o'tkazib yubormaganingizdek, muntazam yangilanishlarni e'tiborsiz qoldirmaslik yoki raqamli muhitingizdagi ogohlantiruvchi belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Birgalikda bu harakatlar kichik ko'rinishi mumkin, lekin ular birlashganda biznesingizni kiber tahdidlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Kibergigiyena va kiberxavfsizlik o'rtasidagi farq: kibergigiyena va kiberxavfsizlik bir xil emas, lekin ular bir-birini to'ldiradi. Kiberxavfsizlik tarmoqlar, qurilmalar va ma'lumotlarni kiberhujumlardan himoya qilish uchun kengroq tizimlar, texnologiyalar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bunga xavfsizlik devorlari, shifrlash va antivirus dasturlari kiradi. Kibergigiyena esa umumiy kiberxavfsizlikni qo'llab-quvvatlaydigan kundalik odatlar va yaxshi amaliyotlarga qaratilgan. Bu foydalanuvchi tomoni, ya'ni siz va xodimlaringiz har kuni xavflarni kamaytirish va ishlarni muammosiz yuritish uchun nima qilishingiz kerak? Kiber jinoyatlar faqat yirik kompaniyalar uchun tashvish emas, bu kichik bizneslar uchun ham tobora jiddiy muammoga aylanmoqda. Kichik bizneslar ko'pincha kiber jinoyatchilar uchun oson nishon bo'ladi, chunki ularda katta byudjetga ega bo'lgan yirik korxonalar kabi kiber xavfsizlik choralari yoki maxsus mutaxassislar jamoasi bo'lmaydi. Avstraliya signal direktorligi ma'lumotlariga ko'ra, bitta kiber hodisa kichik biznesga o'rtacha $49,600 xarajat keltiradi. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 8% ga oshgan. Avstraliya axborot komissari idorasi ham so'nggi 3,5 yil ichida xabar qilingan kiberhujumlar soni eng yuqori darajaga yetganini ogohlantirmoqda. Ammo yaxshi kibergigiyena kichik bizneslarga ko'plab keng tarqalgan kiber tahdidlardan himoyalanishga yordam beradi. Kibergigiyenaga e'tibor berilmasa nimalar bo'lishi mumkinligini tushunish uchun quyida ba'zi xavf-xatarlar keltirilgan. Ma'lumotlar sizishi, mijozlar yoki xodimlar haqidagi ma'lumotlarning o'g'irlanishiga olib kelishi mumkin. Kiber jinoyatchilar shaxsiy ma'lumotlarni firibgarlik yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun ishlatishadi. Agar ma'lumotlar sizish yuz bersa, siz qonuniy choralar va moliyaviy jarimalarga duch kelishingiz mumkin. Jarimalar va qonuniy choralardan tashqari, yomon kibergigiyena kichik bizneslar uchun boshqa moliyaviy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Soxta hisob fakturalari yoki phishing hujumlari kabi kiber firibgarliklar sizni va xodimlaringizni noto'g'ri joyga pul o'tkazishga aldashi mumkin. Virus yoki ransomware hujumi sizning tizimlaringizdan chiqarib yuborishi mumkin. Bu esa tiklanish uchun vaqt va pul sarflashga olib keladi. Shuningdek, mijozlar ma'lumotlari va biznes axborotlarini butunlay yo'qotishingiz mumkin. Bu soatlar, kunlar yoki haftalar davomida tiklanishi mumkin. Agar umuman tiklansa, obro'ga putur yetishi, ma'lumotlar sizishi faqat moliyaviy yo'qotishlarga olib kelmaydi. Mijozlar sizning biznesingizga bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin va agar ular ma'lumotlarni xavfsiz emas deb hisoblasa, siz bilan ishlashdan
yangilashdan ikkilanib qolishi mumkin. Kichik bizneslar uchun kibergigiyena eng yaxshi amaliyotlari ro'yxati. Endi kibergigiyena nima ekanligini va uning muhimligini tushunganimizdan so'ng uni amalda qo'llash vaqti keldi. Quyida kichik bizneslar uchun ishlab chiqilgan maxsus oddiy bosqichma-bosqich kibergigiyena ro'yxatlari keltirilgan. Birinchisi, kuchli va noyob parollar ishlatish. Biznesingizni himoya qilishning eng oson yo'llaridan biri har bir hisob uchun kuchli va noyob parollar ishlatishdir. Hamma narsa uchun bir xil paroldan foydalanish uyingiz, mashinangiz va ofisingizni ochadigan bitta kalitga o'xshaydi. Agar bu kalit o'g'irlansa, hamma narsa xavf ostida qoladi. Agar turli parollarni eslab qolish qiyin bo'lsa, murakkab parollar yaratadigan va saqlaydigan parol menejerlaridan foydalanishni o'ylab ko'ring. Ikkinchisi, ko'p faktorli autentifikatsiyani yoqish. Ko'p faktorli autentifikatsiya qurilmalaringiz va hisoblaringiz uchun qo'shimcha xavfsizlik qatlamini qo'shadi. Hisob yoki qurilmaga kirish uchun kamida ikkita bosqichni talab qiladi. Masalan, parolni kiritgandan so'ng sizga SMS ilova orqali bildirishnoma yoki elektron pochta orqali kod yuboriladi, uni ham kiritish kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni himoya qilishning oson, ammo samarali usuli hisoblanadi. Uchinchisi, dasturiy ta'minotlarni va tizimlarni doimiy yangilab turish. Dasturiy yangilanishlarni e'tiborsiz qoldirasizmi yoki keyinga qoldirasizmi? Bu yangilanishlar ko'pincha xavfsizlik bo'shliqlarini yopish uchun mo'ljallangan tuzatishlarni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik doimiy rivojlanib boradi, chunki xakerlar tizimni aldashning yangi usullarini topishadi. Shuning uchun dasturiy ta'minot va tizim yangilanishlari juda muhim, chunki ular so'nggi kiber tahdidlarga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan. Agar qo'lda yangilashni xohlamasangiz, yangilanishlarni avtomatik o'rnatishni sozlashingiz mumkin. To'rtinchisi, ma'lumotlarni muntazam zaxiralash. Baxtsiz hodisalar yuz beradi. Qurilmalar buziladi, fayllar buziladi, yo'qoladi yoki o'chiriladi, yoki ransomware hujumi sizni hisobingizdan chiqarib yuborishi mumkin. Hamma ma'lumotlar va fayllarni muntazam zaxiralash orqali agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, xavfsizlik tarmog'iga ega bo'lasiz. Avtomatik bulutli zaxira xizmatlaridan foydalaning va nusxasini tashqi qattiq diskda saqlang. Shunday qilib, falokat yuz bersa, ma'lumotlaringizni tezda tiklashingiz mumkin. 5. Antivirus va xavfsizlik devorlaridan foydalanish. Antivirus dasturlari zararli dasturlarni aniqlaydi va o'chiradi. Xavfsizlik devorlari esa tarmoqqa ruxsatsiz kirishni to'sib qo'yadi. Ko'plab qurilmalarda o'rnatilgan himoya vositalari mavjud. Ularning yoqilgan va yangilangan ekanligiga ishonch hosil qiling. Albatta, qo'shimcha xotirjamlik uchun ishonchli uchinchi tomon kiberxavfsizlik yechimlari ham mavjud. 6. Xodimlarni o'qitish. Yaxshi kibergigiyena jamoaviy harakatdir. Barcha xodimlarga kiber tahdidlarni aniqlash va ularga javob berish bo'yicha asosiy treninglar o'tkazish hamma uchun xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Verizonning so'nggi yillik ma'lumotlar sizishi tergovi hisobotiga ko'ra, ma'lumotlarni noto'g'ri yetkazib berish 49%, noto'g'ri sozlash 30% va nashr qilish xatolari 9% ma'lumotlar sizishiga olib kelgan. Eng keng tarqalgan 3 ta xato hisoblanadi. Noto'g'ri yetkazib berish odatda elektron ma'lumotlarga, lekin qog'oz hujjatlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Noto'g'ri sozlash ko'pincha ma'lumotlar bazalari va boshqa shunga o'xshash platformalarga to'g'ri boshqaruvsiz yuklanishini. Noto'g'ri baham ko'rilgan ma'lumotlar turlari, shaxsiy ma'lumotlar, ism, familiya, telefon raqami, ichki xabarlar, bank ma'lumotlari, nozik shaxsiy ma'lumotlar, masalan, pasport ma'lumotlari yoki uy manzili va tibbiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Hisobotda aytilishicha, hech kim xodimlarni xavfsizlik zanjiridagi eng zaif bo'g'in bo'lishi mumkinligini tan olishni xohlamaydi. Lekin inson xatosi ma'lumotlar sizishi hodisalarining doimiy sababi bo'lib kelmoqda. 7. Nozik ma'lumotlarga kirishni cheklash. Muhim tizimlar yoki ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan odamlar qancha ko'p bo'lsa, xavf shuncha yuqori bo'ladi. Faqat ishini bajarish uchun haqiqatdan ham kerak bo'lgan xodimlarga kirish huquqini bering. Ruxsatlarni muntazam ravishda ko'rib chiqing va kimdir ishdan ketganda kirish huquqini olib tashlashni unutmang. 8. Wi-Fi tarmoqlarini xavfsiz qilish. Xavfsiz bo'lmagan Wi-Fi tarmoqlari xakerlar uchun eshikni keng ochib qoldirishga o'xshaydi. Kibergigiyenangizni yaxshilash uchun quyidagilarga amal qiling. Wi-Fi routeringizni standart nomini va parollarini o'zgartiring. Kuchli shifrlash protokollaridan foydalaning. Kerak bo'lmasa tarmoq nomini yashiring. Har doim mehmon va biznes tarmoqlarini alohida qiling. 9. Tizimni shubhali faoliyatlar uchun tekshiring.
Eng yaxshi himoyada ham nosozliklar bo'lishi mumkin. Quyidagilarga e'tibor bering. Noma'lum joylardan kirish urinishlari, ruxsatsiz o'rnatilgan yangi dasturlar, odatdagidan sekinroq tizim ishlashi, kutilmagan pop-uplar yoki xato xabarlar, fayllarning o'zboshimchalik bilan yo'qolishi yoki nomining o'zgarishi. Hammasini qo'lda kuzatish shart emas. Shubhali faoliyatlarni avtomatik skanerlash va g'ayrioddiy holatlarni belgilash uchun ko'plab dasturiy vositalar mavjud. Ozgina harakat uzoq yo'lni bosib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, asosiy kibergigiyena murakkab bo'lishi shart emas va kiber hujumlar va ma'lumotlar chizishini oldini olishda yordam beradi. Muntazam e'tibor biznesingizni, mijozlaringizni hamda xotirjamligingizni himoya qilishga yordam beradi. Agar videoni foydali deb bilsangiz, videoga like bosing va obuna bo'ling hamda do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Bu orqali siz kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.